Assalomu alaykum, hurmatli podpischalarim, ya'ni kommentariy izohlarimizda qoldirganlar. Bel sohasiga, yoshi ulug'larga bizga ham chiqaring debdilar. Bitta kommentariy o'qib qoldim. Xo'p, 60, 70, boring 80 yoshgacha bel og'rig'iga chiroyli mashq ko'rsataman. Xullas bunaqa kravatmi, kimda kushetka bo'lsa, stol bo'lsa farqi yo'q. Mana shu holatda agar L4, L5 S1da grija bo'lsa, albatta mana shu yosh kattalarga mana shu holatda mana shunday bitta yostiqcha qo'yib oladilar. Endi menda podushka bor ekan, bunaqa yumshoq. Mana shu holatda oyoqni osiltirib 2-3 minut, 2-3 minut bemalol mana shunday qilib ertalab, obedda, kechqurun farqi yo'q. 2 minutdan, 3 minutdan mana shunday yotib tortilsalaring oyoq og'irligi bilan o'zi L4, L5, L5 S1da tortib cho'zilishiga, tortilishiga sababchi bo'ladi. Bu endi ko'proq 60, 70, boring 80 yoshgacha. Xo'p, mana shuni bir hafta qilib ko'ring, o'zi effekt bilinib, oyoqqa berayotgan og'riqlar ham qo'yib yuboradi. Xo'p, nima deyman? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Izohga fikrlaringni qoldirib, podpiska bo'lib, videolarimni kuzatib boringlar. Sizlarda nima qiynayapti? Kommentariyaga yozinglar. Albatta imkon qadar savollaringizga javob beraman. Salomat bo'linglar. Belinglar og'rimasin. Qani hoji ona, hoji otalarimiz bugundan boshlaylar.